Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi joyimiz ijaraga beriladi. Zo'r mestada. Yine yurt turganlaringizning ajoyib mestasına gap bo'lishi mumkin emas. Şöhremiz ijaraga beriladi. Yani avtosalon aytib bir nima deydi, mashinalarni qo'yib satsangiz da bo'ladi. Kimdir nima biznes yuritacak olsa, sho'rimizda bemalol yuritsa bo'ladi. İçanda joylar ham bor. Navodir aytsangizda ijaraga beriladi zudlik bilan kelishilgan narxda. Yine ajoyib aytib tashkil etilib turibdi joyimiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Tak, ajoyib mestasi. Mashina yoki navodir kimdir bir biznes etip navodir açışı mümkün, kafe mi navodir açadigan bo'lsa ijaraga alıp yine yursa zo'r yuradigan joy. Tadbirkorlar o'tiribdi ham mashinada. Bu yerimizde podvalı bor ekan. Podvalı 140 kvadrat dediler içinde zetilib turibdi. Ajoyib 140 kvadrat. Bu yer ham beriladi ijaraga. Kim navo kerak bo'lsa olaveradi. Bu yer ham keyin bu yerda 2 dona narsa bor. Dükkan etsem bo'ladi, navodir etsem bu 70 kvadrat ekan. Bu neyimiz xonamiz, bu xonamiz ham 70 kvadrat. Hammasini olsangizlar ham bo'ladi. Kimdir qaysi narsani olsam bo'laveradi. Ya'ni 70 kvadratini yoki bam 70 kvadrat, beri podvalı 140 kvadrat ekan. Olib ishlatsangiz bo'ladi. Yo'lning ustunda yine ajoyib arzon narxda, kelishilgan narxda beriladi. Kimdir qarab yurgan bo'lishi mumkin. Shunday yer yine marka Xorazmning to'g'risida bo'ladi yine. Manzilni ko'rib tursizlar. Ajoyib yine. Shuni ijara qarab yurgan yurtdoshlar yuvar qo'yasizlar esa zo'r mesta sho'rinlardan foydalansa bo'ladi. Bemalol yo'lning usti. Yine ajoyib mestasına gap bo'lishi mumkin emas. Ekranda berilgan telefon raqamlariga telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Arendaga beriladi.